Bugun men sizlarga qishloq topish yo'llarini o'rgataman. Hamma Minecraftda bo'ladi, faqat Block Crazy shunaqa Minecraftlarda bo'lmaydi. Mana masalan bu yoqqa kirasizlardagi yozasizlar mi deb. Mana bu Minecraft uni chiqadi qishloq mana. Birinchi qishloq. Hozir bu yerda bunday chiqamiz. Va mana game kiramizdagi mana uni o'chirib kirib endi yozamiz mana 999 chiqsalar yozsalaring mana yerda ham chiqadi. Mana qarang, qishloq emas. To'g'ri chiqadi. Mana chiqadi bu tiniq. Endi yana mana bu yerda o'chirib kellamizdagi yana yozaman mana. Mana 00 mana yana bunday qilasizlar, bunday yursalaring mana yoqda qishloq chiqadi. Mana polza ekinlari, faqat mana qishloq qaranglar uzun bo'lib qolgan, hech bilmaydi. Mana qishloqlar ko'p, qishloqlar ham ko'p. Mana bitta agrot bag bo'lib qolgan tepada. Hech bilmaydi. Bo'ldi. Bu yana nechinchisiligini esimdan chiqarib qo'ydim. Keyin buni o'chirib, buni yoqamizdagi bunaqa yozamiz. Endi robot deb robot bo'lish kerak, bo'lish kerak. Bo'lsa bo'lmaydi. O'zlaring tillaringda emas, bunday robot bo'lish kerak-da. Ikkita qishloq chiqadi ayniqsa bunda. Mana yoqdan bunday yuraversalaring. Mana yerda bitta qishloq. Mana bitta qishloq, mana yerda ikkita qishloq chiqadi. Ikkita qishloq chiqadigan chiqish kerak bo'lishi uchun. Bo'lsa, ikkita qishloq. Yana bag bo'lib qolibdi, hech bilmaydi. Yana hamma biladigani bor-da. Yana hamma biladigani bor bu. Ko'p qishloq bir-biriga yopishib qolgan. Mana videolar olasizlar-ku, o'shanga mana 455. Hamma biladi buni, menimcha hamma biladi. Buni qaranglar qishloqni. 455 qilsalar. Hamma qishloq bir-biriga qo'shilib ketgan. 3 ta qishloq bor-da, mana shu yerda. Qo'shilib 3 ta qishloq bir-biriga qo'shilgan. Mana yana bormidi, yo'qmidi bilmadim. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsalaring, like va obuna bo'lib qo'ying. Kanalga obuna, videoga like bosinglar. Yana shunaqa faktlar kerak bo'lsa, kommentga yozinglar, topib beraman.